2. qism. Bara-bara Jiangshun Huangzhouga ko'nglini zar qildi. Huangzhouning uni rad qilmagani bir xil bishorat edi. Demak, Huangzhou texi bo'ytaq. Jiangshunning qizg'inligi bara-bara eshib berishga boshladi. Shuning bilan bir vaqtda qarshi tarafning javob qaytiq intizor bo'lishini u bir ichirqab ketgan odamga o'xshatsak, hargiz martuq ketmaydi. Pochtkesh har kuni sherimni xat yetkazatdi. U hamisha pochtkesh kelishdan 10 minut burun mahallaning xat sanduqiga berib, necha qitim qarab boqatdi. U umidlangan son-sanoqsiz kunlarni o'ziga umid ato qilib, ming taslikda o'tkazib atdi. Lekin uning qallasini qiynayotgan birli savol. Huangzhou nimishqa uningga faqat telefon qilmaydi? Ham telefon nomerini Jiangshunga deb bermaydi. Oy o'tgandan keyin u Huangzhouga bir parcha xat yozdi. Xatida Huangzhou, men sizni ko'gini boray degan edi. Changyi shahridan Jichang shahriga xat 2 kunda berib bo'ladi. Jiangshun 2 kundan keyin yo'lga chiqardi. U ko'nglida xat yozgandan keyinla men yetib bordi ekanman deb o'yladi. Bu Jiangshunning birinchi qitim Jichang shahriga kelishi edi. Uning muqim kasbi yo'q bo'lg'achqa qiziqish bo'yicha pat-pat gazet jurnallarga maqola yozib berdi. Yengil o'qish bitirib, televiziya stansiyasiga kirib tahrir bo'lgan edi. Lekin bo'lim mudiri bilan so'qishib qilib istivo berib, shuningdan keyin hech qanday yerda ishlab boqmagan edi. Uning o'ltirg'ini uzun yo'lli ko'chaptuz bo'lib, deri sirtida kang ketgan yeshil zarliq. Ko'zni qamashtirg'idek quyosh nuri, yop-yeshil osmondan hozirlang'ach ketib boradi. Mashinada odamlar ko'p emas, o'rni to'lib ketmagan edi. Tuyuqsiz Jiangshunning ko'zi uning oldi tarafida o'ltirgan, oq ko'ylak kiyib olgan chechi uzun qizga tushdi. Oldin qirat o'ltirgan bu qiz o'g'il do'sti bilan ketayotgan bo'lib, o'g'il do'stiq akilab qizg'in paranglashib o'tadi. Jiangshun uning uzun sochlariga qarab, qallasini bir xil xiyollar chirmib oldi. Jiangshunning singlisi uyga qaytib ketganmidi ya? Navodi keyincha Huangzhou bilan birga turmush qursam, uning singlisidan holdimi xabar olaman degan gap. Singlisining qallasini masala botsa, boshqalarga ziyonkashlik qismi qonuniy javobgarlik tortilmaydi. Uning bilan birga tursak, Bəkli qo'rqinchliqmi qandaq? Bu vaqtda Jiangshun tegi Huangzhouning to'y qilgan, to'y qilmaganligini, bilib turayotgan o'g'il do'sti bor yo'qligini bilmaydi. Chunki xat Huangzhou azaldan bu to'g'riliq aniq bir narsa demagan. U Jiangshunni rad qilmagan, lekin uningga ma'qulmi demagan. Shunga ko'nglida yana ehtiyot qilish lozimligini o'yladi. Agar Huangzhouning uyida erkak yo'q qolsa, uni besaramjan qilib qo'yishdan ansir edi. Jichang shahriga kelganda u ko'chaptuzga o'ltirib, so'ngyan o'ltiraq rayonidan topdi. U 4-binoning oldiga kelib, 4-korpusning oldida birdam oylangandan keyin yana yenib chiqdi. U bino ostidagi gullikda o'ltirib, jimji talda ustiga qarab turib ketdi. U 4-binoning oldiga kelib, 4-korpusning oldida birdam oylangandan keyin yana yenib chiqdi. U bino ostidagi gullikda o'ltirib, jimji talda ustiga qarab turib ketdi. Bu alliburun kechlik tomoq vaqti bo'lib, bino ostida tuzuk odam yo'q. Faqat 7-8 yoshlar atrofidagi bir kichik bola o'zi yolg'iz suv tapanchasi o'ynayotdi. Uning bo'yniga bir tutam ochqish esilgan bo'lib, demak, uning ota-onasi texi ishdan qaytib kelmagan edi. Jiangshunning deydig'ini dal 202-uydagi odam edi. Huangzhouning uyning chirg'i yontirilmagan. Parda esiqlik bo'lg'achqa uyning ichini ko'gini bo'lmaydi. Yana kelib texi qop-qora parda Jiangshunning faqatlik qallasidan o'tmay o'tadi. Huangzhou bu vaqtda tex uxlab bo'lmagandi? Yo'q, mumkin emas. Texi qorong'uchi bo'lmagansa, ajiba u sirtqi biras bilan uchirishib chiqib ketganmidi ya? Yo'q, mumkin emas. U o'rnidan turib, suv tapanchasi o'ynayotgan yilqi balani oldiga kelib, "Kichik do'st" degenicha yanchoqdagi bir tal qalamni uningga berdi va "Ola, bu qalamni sen berib Siz zodi nima qilmoqchi? Seni avar qilib qo'ydigan bo'ldim. 4-korpus 202-uyga chiqib, menga birsin izlab beramsa? Yo'q, men chiqmayman. Debla davomli suv tapanchasini o'ynashga tushib ketdi. Jiangshun yanchuqdan 5 yuan pulni chiqarib, hech nim demayli uningga sundi. Kichik bola uyoq-buyoq qarab, pulni asta silab yiqib, "Sizning izdaydigingiz ermi, ayolmi?" "Ayol,
Huangaydanni chaqirib bergin Fukan. Bu kichik bola 4-korpusning oldiga yugurib berib, darhol ustiga chiqib ketdi. Jangshun tuyuqsiz o'zining xatolik sodir qilganligini his qildi. U asli o'g'il bolaga Huangjao'ni izlaydiganligini aytish kerak edi. Navada Huangjao'ning singlisi uyda bo'lib qolsa, u chiqib qolsa qanday qilguliq? Cho'qim shu ayol. Bo'lmas ko'p kunduzda qop-qora perda taqib olmas bo'g'aydi. Jangshun xudiksirganicha to'rt atrofga qarab, bir yoshiringan yazdayotgandek qiladi. U 4-korpusning ishiga qarab, yuragi do'pildab so'qib ketdi. Bir hazog'icha hech qanday tevishmi yo'q. Birdamdan keyin kichik bola yugurguncha chiqib, 401-uyga chiqdim. Eshikni cheksam, odam yo'q ekan. Debli ketib qoldi. Jangshun bir ishinib, bir ishonmay o'zi chiqib qarab boqmoqchi bo'ldi. O 402-uyning eshik oldida ig'ir ting'inicha shini yeni chekdi. Haqiqatan hech kim ishini ochmadi. Yana chekdi. Sado yo'q. Oxirida bir kuchab chekivdi. Hech kim ochmadi. U voz kechib mangay deb turishiga pastki uyning egiz chiqib, "Chekayotgani xeyli uzun bo'ldi, ha? Kechiring, sat oldi." "Yo'q, hech qisi yo'q. Siz kimni izlayapsiz?" "Men 402-uydagi odamni izlayaptim." U odam bir xil nazarda qarab o'tib, "Siz uning..." "Ha, men uning hadisini izlayaptim." U odamning ko'zlari chekchib ketdi. Bu vaqtda uning ayolim chiqib qolgan edi. "Huangjao, siz burun uni ko'rib boqqanmi?" Bu savolni anglab gangirab qolgan Jangshun ularga yaqin ahvollarni so'zlab berdi. Ular buni anglab bo'lgandan keyin bo'sh ovozda, "Bu uyda masala bor." "Nima?" "Biz yangi ko'chib kirgan vaqtimizda ustingi qavatda necha kecha ayol urushayotgandek qildi. Birdam yig'lab, birdam vaqirab, birdam narsalarni chiqib degandek. Faqatla uxlayolmadik. Lekin amal qancha chidadik. Oxiri bularni so'qishmaydigan bo'ldi. Keyinchi yarim kechada birsining pianino chalgan ovozini angladik. Balkim ularning bolasi bo'lsa kerak. Yaxshiroq chalgan bo'lsa, biz uyqu muzikasi deb gap qilmaydik. Lekin qaraganda u bola yangi o'rgangan bo'lsa kerak. Üzülüp, birdam yuqori, birdam tovan degandek." Jangshun qaytib qoldi. Qaraganda u necha vaqtdan buyon oshiq bir qaror bo'lib yurgan. Ko'nglini yuzlaran izhor qilish uchun kelgan Huangjao to'y qilma emas, balaliq bo'lgan edi. Lekin bularning tuvandagi paranglari uni qaytadan cho'chitib etdi. Beshida biz faqatli chidamadik. Shuning bilan ustiga chiqib bir paranglashib boqmoqchi bo'ldik. Lekin biz har qancha eshik cheksakmi, hech kim eshikni ochmadi. Amal yo'q, biz xo'jalik komitetiga berib ulardan so'radik. Ularning deyishicha 4-qavat 402-uyda hech kim yo'q ekan. Bu uy bekor turg'ili 1 yil bo'pti emasmi? Jangshunning chiroyi tatirib ketdi. Uning xat kelgan adres dal mushu emasmi? Agar bu uyda odam bo'lmasa, undaqda bu 3 oydan beri u xat orqali paranglashayotgan odam kim? Zodi kim uning xat evatayotgandi? Undaqda sizlar xo'jalik bilimdan bu uyning egisining qanday odamligini so'ramadinglarmi? Masalan, ism familiyasi degandek. So'ramamdigan so'radik. Ularning deyishicha, yuan bir nima degan bir qerim bo'lmay ekan. U 1 yil burun o'lib ketibdi ekan. Jangshunning badanini qo'rqinish chirmab oldi. Uning butun badanining sovuq ter qopildi. Dal mushu vaqtda boyqi kichik bola peshtaxtdan chiqib keldi. "Voy, sen nima ish qilyapsan, Afkan?" 402-uydagi odamni izlayman. "Bo'ldi, izdimigan." "Bu qiyti meni boshqa birisi chiqarg'izdi." "Seni kim chiqarg'izdi?" "Kechiring, bu degan maxfiyatlik. Desam bo'lmaydi." Kichik do'st qo'lidagi 10 yuanni uni ko'rsatib qo'ydi. Jangshun qadamini tezlatib, darhol peshtaxtdan tushib ko'gini bo'lsa, o'roq, yarishimliq, ratli kiyingan, o'zini pokiz yasagan 50 necha yoshlar atrofidagi bir buvoy edi. "Siz 402-uydagi odamingizdansiz? Siz nima qilmoqchi?" "Yo'q, men shu 402-uydagi odamimiz deb kelgan." Buvoy qisqilib yo'q deginicha bir kulran pikapni haydab ketib qoldi. Bu vaqtda boyiq kichik bola yugurib tushib, to'rt atrofga qarab, o'z-o'ziga bu odam qiyinda da'vatdi. Jangshun kecha-kech poyezdda o'tirib uyga qaytib keldi. Bakli charchab ketgachga karvatga dumla tushdi. Lekin u yoq o'rilib, bu yoq o'rilib faqatli uxlay olmadi. Oxiri o'rindan turib, chiroqni yondirib, Huangjao xat yozishga boshladi.
Mushtapda uning ko'ziga tatirib ketgan qo'llari ko'rinishi bilan chiroq nuri oldidagi qog'oz qalam hammasi tatirib ketgandek ko'rinyotdi. U nima deb boshlashni bilmay qoldi. Qalbini bir xil azob, uvolchilik chirmab oldi. U Xuanjouga chin hissiyotini bergan edi. Hozir bo'lsa xuddi bir mash'alni suv silib o'chirib qo'ygandek bo'lib qoldi.